Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi robbil alamin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Inshaalloh bugun qabr azobi va ne'matlari haqidagi darsimiz oxirgisi bo'ladi. Inshaalloh ertadan qiyomatni kichik alomatlari degan darsimiz boshlanadi inshaalloh. Kechagi darsimizda mana o'qigan hadisimiz bir qatorga qo'yamiz. Nabiy sollallohu alayhi vasallamdan Imom Ahmad rivoyatlari Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday dedilarki, qabrning bir siqib qo'yib yuborishi bordir. Haqdir. Agar mana shu siqib qo'yib yuborishligidan kimdir omon qolishi mumkin bo'lganida Sa'd ibn Muoz qutulgan bo'lardi dedi. Bu azobdan insonni nima qutqarishi mumkin? Nima insonni qutulishiga sabab bo'ladi? Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Nabiy sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilinadi. U zot aytadilarki, odamlar mayyitni qo'yib qabriga ketayotganlarida mayyit uni qo'yib ketayotgan kishilarning oyoq kiyimlarining ovozini eshitadi. Agar u mo'min bo'lsa, namozi bosh tomonida turadi. Ro'zasi o'ng tomonida turadi. Zakoti chap tomonida, sidq, silatur rahim, odamlarga qilgan ma'ruf va ihsoni oyoq tomonida bo'ladi. Uni so'roq savolga tutadigan, fitnaga uchratuvchi farishtalar kirib, savolga tutmoqchi bo'lib, bosh tomonidan kelgan paytda namozi men tomondan sizlarga yo'l yo'q deb qaytaradi. O'ng tomonidan kelsa, tutgan ro'zasi men tomondan yo'l yo'q deydi. Chap tomonidan kelsa, zakoti, oyoq tomonidan kelsa, sidq, silatur rahim, amri ma'ruf nahy munkarlarni qaytaradi. Ya'ni mana shu hayotda qilib o'tgan ishlari unga bir chiroyli suratdagi inson suratida shakllanib keladi deb kechagi darsimizda aytdik. Endi mana shu qilgan savobli amallari uni to'rala tomonidan o'raydida savol-so'roqga, hisob-kitobga yo'l qo'ymaydilar. Ali roziyallohu anhudan bir qancha bir nasihatlar bor. Bugun mana shu qabr haqidagi darsimizni tugatar ekanmiz, bir qancha nasihatlarni o'qiymiz inshaalloh. Ali roziyallohu anhu aytadi: dunyo orqaga qarab ketmoqda, oxirat esa oldiga qarab kelmoqda. U ikkisining farzandlari bor. Oxirat farzandlaridan bo'linglar. Dunyo farzandlaridan bo'lmanglar. Bugun amal bor, hisob-kitob yo'q. Ertaga hisob-kitob bo'ladi, amal bo'lmaydi. Ya'ni soddaroq qilib aytadigan bo'lsak, insonning hayoti orqasiga qarab ketadi. Umri ozayishiga qarab ketyapti. Bir insonga 70 yillik yoki 60 yillik umr berilgan bo'lsa, har o'tgan kuni umridan bir kunni qisqartiryapti. Hayoti orqaga qarab ketyapti. Musulmon odam har bitta o'tgan kuni uni ajalga yaqinlashtiryapti. Oxirat esa oldiga qarab kelmoqda. Ya'ni oxiratga qarab yetib boryapmiz. Dunyoni ham, oxiratda ham o'zini farzandlari bor deydi Imom Ali. Dunyoda farzandlari kimlar? Dunyodan chiqib ketmaydiganda yashaydiganlar. Oxiratlar farzandlari esa dunyoni oxiratning ekinzori deb qaraydigan kishilar. Faraz qiling, bir odamga bir yilga bahordan kech kuzgacha yer ijaraga berilgan bo'lsa, shu eridan imkoniyati boricha bittami, ikkitami, uchtami qo'lidan kelganicha hosil olishga harakat qiladi. Chunki kuzga borganda yerda egasiga yerni qaytarib berishlik kerak. Keyingi bahorda unga yer tegadimi, tegmaydi, bu narsani g'ami bo'ladi. Xuddi mana bu sezonda yaxshiroq ishlab qolaylik, qishda qiynalmasligimiz uchun deydigan savdogarlarga o'xshab. Bugun amal qilishga imkoniyat bor. Hali hisob-kitob yo'q. Lekin ertaga hisob-kitob boshlangan paytda amal qilishga imkoniyat bo'lmaydi. Imom Buxoriy rivoyati. Imom Qurtubiy o'zining tazkirasida shunday bir nasihatlarni keltiradi. Ey mag'rur, o'lim haqida, uning masligi, og'irligi va achchiqligi haqida fikr qil. O'limdan ko'ra haqroq va'da bormi? O'lim shunday va'daki haq. O'lim haq. Albatta bir kun insonni boshiga keladi. O'limdan ko'ra odilroq hakam bormi? Qalbni qo'rqitish uchun, ko'zlarni yig'latish uchun, jamoatdan ajratish uchun, lazzatlarni yetkazish uchun, orzu umidlarni yo'q qilishlik uchun o'limni o'zi kifoya emasmi? O'limdan keyin kishiga nasihatning keragi yo'q. Ro'parasida mayyit turibdi. Oxirat diyoriga o'tishlik arafasida turibdi. Olib chiqib qabristonga qo'yayotgan odamlarning ichida qabristonda kulayotganlarni ko'rasiz. Bu qalbni o'lganligini belgisi. Chunki ro'parasida oxiratda birinchi eshigiga kirib ketayotgan odam turibdi. Yig'lab, undan ibratlanishning o'rniga kulayotgan odamni, ey odam bolasi, bir kun kelib yiqiladigan kuning haqida fikr qildingmi?
o'z makoningdan to yerga ko'chishing, do'sting, hamrohing, oilang seni tashlashligini, aka-ukalaringdan ajrashligini o'yladingmi? Seni yumshoq yotog'ingdan olib, ustingga tuproq tashlashlari haqida fikr qildingmi? Ey moli dunyoni javlovchi, ey binolarni baland soluvchi, Allohga qasamki, molingdan senga nasib etgani faqat kafanlikdir. Kimni ko'rganmiz? Puli bilan ko'milganini. Kimni ko'rganmiz? Mansabi bilan ko'milganligini. Kimni ko'rganmiz? Unvonlari bilan ko'milganligini. Yerni tagiga kelayotganda hamma bir xil kiradi. Avvalgi darslarimizda o'tdik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan eng afzal sadaqat qaysi deb so'raganida, o'zing sog'lom, baxil, kambag'al bo'lishdan qo'rqib, boy bo'lishlikdan umidvor bo'lib turgan paytingda qilgan sadaqating afzal deyildi. Ya'ni o'zingga kerak bo'lib turganda qilgan ihsoning afzal dedi. Qachoniki xalqim menga kelgan paytda joning dedi Rasululloh. Falonchiga moncha o'tkizdim, fokinchiga moncha o'tkizdim demagin, muhlatni boy berib qo'ymagin. U payt kelganda pul sen aytmasang ham o'shlarniki bo'ladi dedi. Chunki kerak bo'lmay qolgandan keyin berayotgan pulingiz bilan o'zingiz muhtoj bo'lib turgan paytingizda bergan pulingiz afzal. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytganlaridek, man xofa adlaja. Kim qo'rqsa, ertaroq harakat qiladi. Va man adlaja balag'al manzil. Endi kim ertaroq harakat qilsa, albatta manzilga yetadi. Bu yerda o'tirganlarda hali safari tugagani yo'q. Hozircha harakatimizni qilib qolaylik, chunki bu qabr bizning asl vatanimiz. Inson bolasi 4 ta bekatdan iborat hayoti deganmiz. Onani qorni, dunyo hayoti, qabr hayoti, oxiratdagi abadiy hayoti. Bu onani qornida ixtiyor yo'q edi. Dunyoda ixtiyor bor, qabrga kirganda ixtiyor bo'lmaydi, oxiratda natijani kutasiz, hech qanday ixtiyor yo'q. Biz mana shu ikkinchi hamma narsani hal qiladigan hovlida turibmiz. Kimga 10 yil qoldi, kimga 5 yil qoldi, kimga qolmadi umuman. Seni molingdan Allohga qasamki, senga nasib etgani faqat kafanlikdir. Qarang, boyni ham, kambag'alni ham bir xil suribga o'raladi. Ipakka o'ralmaydi. Ipakka o'raladimi? Ikkalasiga ham bir xil metr ketadi. Yoki birini qabrning ichiga ham kafil terib chiqadimi? Ha, ustiga qilib qo'yadi. U ustiga. Ana shu ustiga qilayotganlar o'zlari uchun qilyapti uni. Ya'ni ana shu o'tgan otasiga yoki onasiga hurmatini ko'rsatishligi uchun 1-2 ming dollar sarflab qo'yadi ustiga. Vaholanki tirikligida xabar olganmi undan? Orqasidan 2 rakat namoz o'qib, peshonasini yerga qo'yib, Parvardigor, Robbi g'firli va li validayya deganmi? Hayt deganda bir 4 ta oqsoqol chaqirib ehson qilib qo'yadi, bo'ldi. Demak, yer tagiga kirishlik bir xil bo'ladi, lekin yer tagidagi holatlar bir xil bo'lmaydi. Seni jamlagan moling qani? Seni dahshatdan saqladimi? Yo'q. Sen uni seni maqtamaydigan odamlarga tashlab ketding. Seni eslamaydiganlarga tashlab ketding. Opa dadasini kim eslaydi hozir? O'sha opa dadasidan qolgan pul dadasiga qolgan, dadasi o'lsa bolasiga qoladi. Kim katta otasini eslayapti? Kim katta otasini eslayapti? Inson o'zi uchun o'tkazib qolmaydigan bo'lsa, o'zingiz uchun o'tkazmasangiz, qana qilib nevarangiz uchun o'tkazsin? Chunki o'zingizdan siz baxillik qilganda, qanday qilib bobosiga nevara o'tkazsin? Abu Dardo roziyallohu anhu aytadi, 3 kishi meni yig'latdi, 3 kishi meni kuldirdi. Hayotdagi odamlarga qarab 3tasini ko'rib kuldim, 3tasini ko'rib deydi, yig'ladim deydi. Kuldirgani deydi. Dunyo orzusi shunday ko'pki, ortidan o'lim quvalab yuribdi. Orqasidan o'lim quvalab yuribdi uni. U hali ham dunyo bilan yuribdi. Buni ko'rib kulgim keladi deydi. Ya'ni yoshi falon joyga borib qolgan bo'lsa ham yana tijorat, yana uy-joy, yana bola-chaqa, yo bir to'y, boshqa narsalar bilan 60 yilga ajalini surib qo'ygan banda uchun dedi Rasululloh, uzr qolmadi dedi. 60 yil yashadimi? Endi dunyo ishidan qo'lini yuvib, oxirati bilan ovora bo'lsin deyapti Rasululloh. O'lim bittaga go'rga osilib qoldi, yana nevaramga yer olib qo'y. Nevaramga pullarni solib qo'y. Mendan keyin qiynalib qolmasin. O'zingni g'amingni ye. Chunki qabrga kirganingda unaverang seni eslaydimi? Ikkinchi meni kuldirgan kishi o'zi g'ofil, ammo undan g'ofil bo'linmagan. Ya'ni o'limni esdan chiqarib qo'ydi-yu, lekin o'lim uni esdan chiqargani yo'q. Uni orqasidan chiroyli bir vaqtini poylab yuribdi. Vaqti kelgan paytda shunday adashmasdan olib ketadi.
Meni kuldirgan 3-kishi og'zini to'ldirib kulgan kishiki, Alloh undan rozimi, norozimi bilmaydi, lekin maza qilib kulib yuribdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hech qachon qahqa otib kulgan emaslar. Alloh taoloning huzuridagi darajasi shunday bir ulug' bo'lgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kulganlarida og'iz tishlari ko'rinib qo'yar ekan, tabassum qilib qo'yar ekanlar. Bizchi? Biz xuddi jannatdan o'zimiz joyimizni aniq qilib biron qilib qo'yganmiz-ku, ko'nimiz to'q, ha-ha otib, qahqa otib kulib yuribmiz. Mana shu 3 ta odamni ko'rsam kulgim keladi. Endi meni yig'latgan narsa deydi. Muhammad alayhisalom o'tib ketganligi deydi. Rasululloh o'tib ketganligini o'ylasak, birodarlar, dunyodagi hech qaysi musibat emas. Rasululloh vafot etdi, yana qanday musibat bor. Biz Rasulullohning ketganligini, musibatligini nimaga his qilmayapmiz desa, ha u zotni tanimaganmiz hech qachon. Otangiz otasini gapirib yig'laydi, siz yig'lamaysiz. Nimaga desa, otangiz otasini tanirdi-da, siz tanimasidingiz. Endi siz otangiz o'tib ketgandan keyin siz otangizni aytib yig'laysiz. Bolangiz yig'lamaydi, ko'p ham tanigan emas-da. Rasulullohning o'tib ketganligini eslab yig'lamayotganligimiz, birodarlar, u zotda yaxshi tanimaganligimizdan. Meni yig'latgan narsa Rasulullohni vafot qilganligi deb aytadi. Ikkinchi meni qo'rqitgan, yig'latgan narsa o'lim masligi kelishdagi qo'rquv. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdek zotga o'lim sakaroti, o'lim masligi yetdimi? Endi bu yoqdagilarga Allohning rahmi kelsin. Albatta o'limni masligi, sakaroti bor dedi Rasululloh. Yuzlariga ana shu suvni olib, yuzlariga surtib turardi. Rasululloh ketdi mana shu narsa. Shuni vahimasi meni deydi, yig'latdi dunyoda. Meni 3-chi yig'latgan narsa bir kun borki, bu kunda sirlar oshkor bo'ladi. Jannatgami, do'zaxgami ketishimni bilmasdan turadigan kunim Rahmanning oldida turishlik meni yig'latadi. Chunki qiyomat kunida nomoya o'ng qo'lidan oldidan beriladi, yo nauzubillah chop qo'lidan ortidan beriladi. To nomoya amoli qaysi qo'ldan olinganligi aniq bo'lmagunicha mo'min kishi qo'rquvda turadi. Biz mana shu narsalar haqida ham qilamizmi? O'lim haqida, qabr haqida aytilgan mav'izalar nihoyatda ko'p. Lekin ularning ichidagi shubhasiz eng afzali Umar ibn Abdul Azizning qilgan nasihati. Umar ibn Abdul Aziz mana Umar ibn Xattobning zurriyotlaridan. Xulofoi roshidlarning 5-chisi deyiladi. O'rtada bir qancha bir vaqt o'tganligiga qaramasdan, ana shu eng to'g'ri yo'lda turgan 4 ta xalifaning 5-chisi deb e'tibor qilinadi. U zot nima dedi? Umar ibn Abdul Azizning nasihati quyidagicha bo'ldi. U bir kishining janozasida qatnashdi, mayitni qo'yishdi, qabristondan bir chekkaga borib o'z yoqiga o'tirdi. Odamlar xalifaning oldida atrofida jamlanib o'tirishdi. Umar ularga nasihat qila boshladi. Umar aytdi: "Qabr menga nasihat qildi. Ey Umar, men seni yaqinlaringni nima qildim so'ramaysanmi? Kafanlarini kuydirdim, badanlarini parchaladim, qonlarini so'rdim, go'shtlarini yedim. So'ngra mendan jasadlarini nima qildim so'ramaysanmi?" dedi. Ikki qo'lini tanasidan ajratdim. Bilaklarini suyagidan ajratdim. Tanasidan oyoqlarini ajratdim. Tizzasini sonidan ajratdim. Tizzadan to'piqlarini ajratdim. To'piqlaridan barmoqlarini ajratdim. Bo'lib tashladim deyapti. Umar yig'ladi va dedi: "Dunyoning qolishi ozdir. Undagi aziz xordir. Uning boyi faqirdir. Yoshlari esa qaridir. Tiriklari o'ladir. Tezlik bilan ortiga qaytishini bilib turib, dunyoni kelishi sizlarni g'ururlanmasin. Unga aldangan kishi haqiqiy mag'rur aldangan kishidir. Kelishi tez, ketishi ham shu tez bo'ladi. Ketishi tezligini bilib turib aldanib qolmaylar dunyo hayotiga. Chunki o'tgan yilgi gullardan bittasi ham chiqqan emas hozir. Birodarlar, o'tgan asrda yashagan gullarda bittasi hozir yo'q. Bu asrda yashayotgan gullarni birortasi keyingi asrda qolmaydi. Aldab qo'ymasin sizlarni dunyo hayoti. Undagi shaharlarni qurgan uning yashovchilari, suvlarni daryolardan oqizib kelib, undan ichganlar, daraxtlarni sug'organlar qani? Unda ular ozgina vaqt turdilar. Ularni sog'liklari aldab qo'ydi. Kuch-quvvatlarga ishonib gunohlarni qildilar. Ular mollari ozligi sababli unga intildilar. Tuproq ularni tanalarini, qum ularni jasadlarini, qurt suyaklarini nima qildi? Ana baytud dud dedi qabr. Men qurt qumursqalarning uyiman dedi.
Ular ba'zilari dunyoda ne'matlarga ko'milgan, atrofida xizmatkorlari ko'p bo'lgan, yaqinlari tomonidan ziyorat qilingan, qo'shnilari tomonidan ikrom qilingan holda yashadilar-ku. Endi ularning holidan xabar olmaysizlarmi? Xuddi ana shu moli dunyosi ko'p, xizmatkori ko'p, qo'ni-qo'shnisi yaxshi ko'rgan, qarindoshi ichida hurmatli bo'lganlarda kim xabar olyapti qabridan? Ularning holidan xabar olmaysizlarmi? Ularning qabrlari bir xil. Ularning boyidan boyligi haqida so'ramaysizlarmi? Ularning faqirlaridan faqirligi haqida so'ramaysizlarmi? Ularning tillari, ko'zlari haqida, nafis terilari, chiroyli yuzlari, yumshoq jasadlar haqida so'raylar. Qurtlar nima qildi ularda? Ana shu bitta bir chiroyli ayol uchun mamlakatlar o'zaro bir-biri bilan jang qilgan. Bir qarish yer uchun, arzimagan dunyo maqtoqi uchun millionlagan odamlarning qoni to'kilgan. So'ramaymizmi? Qoni to'kilganlar qani? Qonni to'kkanlar qani? Zolimlar qani? Mazlumlar qani? Qani ular hammasi? Fa ayna tadhhabun? Alloh taolo qayoqqa ketyapsizlar deb so'raydi. Biz ham yetib borgan joyimiz o'shalar borgan joy bo'ladi. Muallif shunday bir so'zlarni keltiradi. Bog'da ketib borar ekanman, bir badbo'y hid burnimga urildi deydi. Har qancha yursam tarqavermadi deydi. Bir qancha masofa yurib borganimda qarasam, bir itni sasib ketgan jasadi jussasi yotardi. Yaqinroq borib qarasam, itni shu kallasi qopda jasadini shunday qurt qoplabdiki, qurtni ko'pligidan bir ikkinchisidan oxlab itni yeyapti, jasadini ko'mib tashlagan qurt deydi. Faqat kallasi chiqib turganligi uchun itligi bilinyapti deydi. Qabrda xuddi shu qurtlar bo'ladi, birodarlar. Qabrda hech kim bo'lmaydi. Mana shu ehtiyot qilib, kasal bo'lib qolmasin deyotgan terilarimiz, obda o'tib ketmasin deb yog'lar surkayotgan terilarimiz, saqotib qolmasin deb kiyayotgan terilarimiz qurtlarga yem bo'ladi. Esimizdan chiqmasin shu narsa. Umar ibn Abdulaziz davom etadi. Ular uchun kun bilan tun barobar emasmi endi? Qish bilan yoz, narx-navo, qanday ob-havo ularga baribir emasmi? Ular amal bilan ularning orasini to'sadigan zulmat orasida emasmi? Bog'larni tark etishdi, kenglikdan torlikka kirishdi, merosxo'rlari ularning mollarini, hovlilarini taqsim qildi. Ularning oralarida qabrlari kenglari bor. Lazzatlari bilan ne'matlanayotganlari bor. Sen qabrning ertangi egasisan. Seni dunyo nima bilan aldab qo'ydi? Bu qabrga ega bo'lish ham ne'mat, birodarlar. Odamlar cho'kib ketyapti. Bo'rim-bo'r yeb ketyapti. Kuyib ketyapti. O'zi qabrga, kafanga, janozaga, Alloh akbarga ega bo'lishing ne'mat o'zi. Ertaga qolish yo qolmasligingni bilasanmi? Dabdabador hovling, yetilgan mevalaring qani? Kimga qoladi? Kimga qoladi? Kiyimingni mayinligi, hidingni xushbo'yligi qani? Qishki, yozgi kiyimlaring qani? Sendan avvalgilarni boshiga tushgan ishdan bexabarmisan? Ularni o'lim masligi kelganida chanqoq va issiq qiynaganligidan bexabarmisan? Osmondan hukm, qazo, orqaga qaytmaydigan ajal keldi. Ey otasini, yo inisini, yo bolasini o'lganda ko'zini yopib qo'ygan inson. Ey otasini, inini yoki bolasini o'zi tirikligida ko'mgan inson. Ey mayitni yuvintirgan, janoza o'qib uni yelkasiga ko'targan, uni qabriga olib borib qo'yib, orqaga qaytgan inson, o'zingni shu tuproqqa qo'yilishingni o'ylab ko'rmadingmi? Mana shu qabristonga qo'yib qaytib, qanday qilib gunoh qilishlikdan uyalmaysan Allohdan? Ertaga dunyodan chiqishimdan dedi Umar ibn Abdulaziz. O'lim farishtasi meni qaysi holda topar ekan? Ya'ni jonim chiqishlikda men nimani ustida bo'lar ekanman? Savobning ustidami, gunohning ustidami? Robbimning risolasidan menga qanday xabar keladi? Gapi shu yerga yetganda Umar ibn Abdulaziz to'xtadi, qattiq yig'ladi. Mana shu hafta oxiriga yetmasdan Umar ibn Abdulaziz vafot etdi. Go'yoki o'limini sezgandek ajoyib suratdagi bir nasihatni siz bilan bizga qoldirib keldi. Inshaalloh qaysi birimiz ertaga yetib borishligimizni kafilligini bera olamiz. Modomiki shunday ekan, Alloh taologa yo'liqishlikka, qabrga tayyorgarlik ko'raylik. Inshaalloh mana qabr xususidagi darsimiz bugun nihoyasiga yetdi. Ertadan qiyomatning kichkina alomatlari degan darsimizni boshlagan bo'lamiz.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.